Men sizlarga tushuntirib o'tmoqchimanki, asallarni chaqtirish vazifasini hamda nima vazifa bajarishlariga xususiyatiga ega tushuntirib ketmoqchiman. Asallar qiladigan birinchi vazifasi chaqqanda qon suyultiradi 1, immunitet ko'taradi 2, uchinchidan hamda gemoglobin oshiradi, to'rtinchida esa qon tomirini kengaytirib hamda mustahkamlab beradi. Qaysi yo'nalish bo'yicha, misol uchun kasalliklarni chaqtiramiz deb savol beradigan bo'lsanglar, hamma yo'nalishga qaraymiz. Asoslarni aytib ketaman. Bo'g'in kasallik hammasi. Undan tashqari beldagi grija, bo'yindagi tuz, beldagi tuz, osteoxondroz, undan tashqari quruq urologik masalasi bo'yicha keladigan bo'lsak, shifosini juda kuchli beradi. Undan tashqari yanagi yurak masalasi bo'yicha keladigan bo'lsak, tez urishi, sekin urishi, stenokardiya, taxikardiya, aritmiyaga shifosini beradi, hamda gipertonik davleniya sohasiga shifosini beradi. Hamdaki bu asalari masalasi bo'yicha kelib o'tadigan bo'lsak, qaysi yilda chiqib kelgan bu lecheniya? 1959-yilda apiterapiya deb instruksiya Minzdrav SSR adobrit qilgan hamda laboratoriya исследование o'tkazilgan. 100 ta bemorimiz bot kasalliklar bilan deydigan bo'lsak, o'sha 100 ta bemorimiz 50 tasini asalari bilan davolashgan, 50 tasini dori-darmon bilan davolashgan. O'shandan keyin asalari bilan davolashgan foizli rezultatni ko'radigan bo'lsak, 92% rezultat bo'lgan edi. Oddiy dori-darmon bilan 26% rezultat bo'lgan edi. 16 yo'nalishda hamda travmatologiskiy, xirurgiskiy, kardiologiskiy, terapevtiskiy, nevrologiskiy hamda urologiskiy, ginekologiskiy kasalliklarga shifosini beradi.